Salom qadrli obunachilar va kanalning yangi a'zolari. Bugun sizlar bilan ko'rasizlarmi, g'ira-shira olarkan, chetda g'adir-budir bo'lib qolarkan. Hozir mana ko'rsatib beraman sizlarga. Mana. Hozir bu orqasida foni yo'qligi uchun shunaqa tuyulyapti. Hozir orqasiga fon qo'yamiz. Mana bitta pulsni bosamiz yoki Ctrl N ni bossanglar ham yangi slow ochadi. Xo'sh, keyin Shift F5 ni bosasizlar-da, svet tanlaysizlar. Svet tanlagandan keyin, xo'sh, bu rangi qizili cho'tki tursa kerak bunga. Mana ko'rib olsanglar, chetlari qanaqangi ajir bujur bo'lib qolib ketyapti hozir. Hech kimga yoqmaydi to'g'risi. Yana shu sloy tanlab turib, yana выделение kiramiz. Sветовой diapazon. Oq fonni tanlab turib, ko'rsanglar, boyi ajir bujur kashmalashmayapti-da. Ana endi shuni o'zingizlar bundoq qarasizlar, mana agar 200 ga qo'ysak, tekis olinar ekan. Qani buni ham harakat qilib ko'ramiz. Mana. Mana. Bu endi nur ustiga a'lo deb o'ylayman buni hozir. Juda ham tekis olindi. Xo'sh. Endi sizlarga 3-variantini ko'rsatib beraman. Qanaqa qilib PNG qilishni. Xo'sh, orqaga qaytaramiz. Mana bunaqa выделение qilib qo'yasizlar, o'shanda Ctrl D ni bossanglar, hamma выделенияsi o'chib ketadi. Xo'sh. Endi shu oq fonli sloy 01 menda hozir, chunki sloy 1 da qizil fonni tanlaganman. Mana fonni endi 2 marta bosamiz sloyga. Mana bu yerda наложение если gradient серии ni bosasizlar. Mana bu birinchisi ползунок turibdi mana bu yerda. O'shani chaproq tomonga sursanglar, mana olinyapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Hozir baribir chetida ozgina zazorlari qolib ketyapti. O'shaning uchun altni bosib turib sursanglar, bu 2 ga bo'linadi. Ko'rib turibsizlar, mana 2 ga bo'linib turibdi. Endi shuni chaprog'iga sursanglar buni. Mana o'zingizlar ko'rgandek, hech qanaqangi zazori qolmasdan yana PNG bo'ladi. Mana fonni olib tashlaysizlar. Ctrl Alt S PNG формат, рабочий стол, сохранить.
Ko'rasizlar, foni yo'q. Mana PNG formati ustida. Mana foni yo'q. Bugun sizlarga ko'rsatib bermoqchi bo'lgan darsim shu bo'ladi. Photoshopda qanaqa qilib JPEG formatda rasmni PNG qilish bo'ldi. Sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar yana qanaqadir usulni bilsanglar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Men ham o'zim uchun bilib olaman. Sizlar ham o'zingiz uchun qanaqadir yengillik oldinglar deb o'ylayman. Xo'sh, demak, hali ham kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, hoziroq qo'ng'iroqcha bosib qo'ying va qizil tugmacha bostirib kanalimga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha bosib qo'yganingizdan keyin videoni chizsani bosib qo'ying va hamma videolarni yangi videolarim, yangi operatsionalarim sizga birinchi bo'lib boradi va yengillikdan siz qolib ketmaysiz. Chunki menda har doim har hafta yangi video o'z-o'zidan qiziq videolar chiqadi. Kuzatib boringlar. Xayr, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar.